Mana rezultatni qarang. 2 oyda bolani oyog'idagi maymoqligi o'zi 100% tiklandi mana. Xullaski maymoqlik tuzaldi. 2 oyda tuzatdik mana. Qarang, qanaqa yaxshi usul. Operatsiyaga hech qanaqa o'rin qolmaydi. Tug'ma maymoqlik bilan davolanyaptilar. Mana maymoqligi necha oylik bo'ldi bolangiz? 2 oylik. Maymoqlik bilan tug'iluvdi oyoqlari. Rosa qattiq og'ir formada. Mana raddomdan kelgandan keyin 15 kunligida boshladingmi? 20 kunligida boshladik. Gips qo'yishdi, yengillikka korreksiya qilib, bizning klinikada pansiyat usuli bilan davolanish yo'lga qo'yilgan. Mana rezultatni qarang. 2 oyda bolani oyog'idagi maymoqligi o'zi 100% tiklandi mana. Endi shunday holatni ushlab turish uchun bersilgan narsamiz bor. O'sha narsani qo'yaylik desak, bola uchun jicha og'irlik qilyapti. O'shaning uchun yengil yana korreksiya qilib, gipsda ushlab turishni ma'qul topdik. Mana ikkalasida hech qanaqa bir maymoqlikka xos narsa qolmadi mana. Bola bosyapti o'sha oyog'ini. Tovonlari tushgan. Mana tovonlari tushgan bemalol. Hech qanaqa tortadigan paylar qolmadi. Xullaski maymoqlik tuzaldi. 2 oyda tuzatdik mana. Qarang, qanaqa yaxshi usul. Operatsiyaga hech qanaqa o'rin qolmaydi. Faqat shunday ushlab turish kerak. Mana o'sha joylar tirish terilari, xudo xolasa bular so'rilib, chiroyli bo'lib ketadi. Tak mana. Yotqiz. Tak. Yengil gips qo'yib berib turamiz, shina qilib bunday qilib turing. Tak. Pansiyat usulini shunaqa bir muvaffaqiyatli tomon chiqyapti. Buning uchun xalqimiz shu maymoq tug'ilgan bolachalarni vaqtida bizga olib kelish kerak. Raddomdagilar ham to'g'ri yo'nalish berish kerak. Bu katta bo'lgandan keyin bir qaratib olasizlar degan narsa bo'lmasligi kerak. Bu maymoqlikni qancha biz erta tug'ilgan kundan boshlasak, shuncha muvaffaqiyatli rezultat bo'ladi. Tak, vaqtli bo'ladi. Mana qarang, 2 oyda shunchalik bo'lishiga tasavvur ham qilmaysiz-da odam. Bo'ldi. Endi gipsni qancha muddatga qo'yish degan savol tug'iladi. Har haftada almashtirish kerak gipsni. Sabab u oyog'imdan bu oyoqda o'sishiga bir xilda bo'lishligiga sharoit qilish kerak. Agarda bir qo'yganda bir oy qo'yadigan bo'lsak, bu oyoqdagi gips qo'yilgan oyoqdagi o'sishlar orqada qolib ketadi. Shuning uchun har hafta gips qo'yilib, gipsini olib 1 soat, 2 soat dam berib, keyin yana gipsini qo'yilaveradi. Uning ichida trofikasini tiklaydi, quvvatlanishini yaxshi qiladi. Bo'ldi, bobojon, bo'ldi. Bo'ldi, bobojon. Mana o'sha ikkita qilganingizcha kamga o'xshayapti. Ana shuni bir qarich ko'pni o'rasangiz shunga. Bunday o'rayotganda. Shu narsa yana 3-sini o'rashga zarurat bo'lmaydi. 3-sini o'rayman desang, qalin bo'lib ketyapti bolalarda. O'zgarish yo'q. Betlari qismayapti, uning ichida paxtasi bor. Tomoni yaxshi. Barmoqlarda qon kelishi mana chiroyli turibdi, yaxshi bo'lib. Mana bola tinchlandi. So'skasini emyapti mana bemalol. Oyoq maymoqlikdan chiqdi. Ana